Ba'zan bir uy ichida aytilgan eng og'ir gap baqiriq bilan emas, jim turish bilan aytiladi. Mana shu safar ham eng katta fojia kimning nima deganida emas, balki kimning kimni himoya qilmaganida yashirin edi. Sevara uydan chiqib ketgan lahza oddiy bir oilaviy araz emasdi. Bu ko'p yillar davomida yig'ilib kelgan xo'rlikning, har kuni tishlab yuturgan og'riqning va nihoyat charchagan ayol qalbining ichki hukmi edi. U eshikni yopayotganda qo'li biroz titrardi. Chunki u yaxshi bilardi, bu safar ortga qaytish oson bo'lmaydi. Eng achinarlisi shundaki, bu xonadonda hamma o'zini haq deb biladi, lekin hech kim o'zini aybdor deb hisoblamaydi. Ana shu holat esa bu oilani asta-sekin, kun sayin, soat sayin ichidan yemirib borardi. Sevara chiqib ketganidan keyin uyda qolganlar bir-biriga qarab turdi, lekin hech kim birinchi bo'lib gapirishga jur'at etmadi. Qaynonaning yuzida g'azab emas, qotib qolgan bir sovuqlik bor edi. U kelinining o'rniga endi kim ovqat pishirishini, uyni kim yig'ishtirishini o'ylamadi. U o'zining bu uydagi obro'si haqida o'yladi. Chunki uning uchun kelinning bo'ysunishi shunchaki tartib emas edi. Bu uning o'ziga bergan tasallisi edi. Hayotda o'zi ko'p yutgan, ko'p chidagan, ko'p jim turgan ayollar ko'pincha keyinroq mehr bilan emas, talab bilan yashaydi. U ham shunday edi. Bir paytlar uning qaynonasi bo'lgan, o'sha ayol ham undan shunchalik talab qilgan, shunchalik qattiqqo'l bo'lgan. Endi esa u aynan o'sha qaynonaga aylanib borayotgan edi. Lekin bu haqiqatni u o'ziga ham tan olmasdi. Farhod esa xonaning o'rtasida qotib qolgan edi. U Sevara ortidan yugurib chiqishi kerakligini bilardi, lekin oyoqlari uni eshitmadi. U bir umr onasining qanoti ostida o'sgan, bir umr otasining so'zidan chiqmagan, bir umr hech qachon hech kimga qarshi chiqmagan edi. Va endi aynan shu daqiqada u o'zining umr bo'yi qanchalik kichrayib qolganini birinchi marta his qildi. U xotinini himoya qila olmadi. U hatto uning ketayotganida to'xta ham deya olmadi. U shunchaki qarab turdi va eshik yopilgan ovoz uning qalbida uzoq vaqt aks sado berdi. Keyin u devorga suyanib, qo'llarini yuziga oldi. U yig'lamadi. Chunki erkaklarga yig'lash harom qilingan bu uyda u hatto yig'lashni ham unutgan edi. Lekin uning ichi qaynayotgan edi. U nihoyat o'ziga bir so'z aytdi. Meni xohlagan paytingizda uylantirib, xohlagan paytingizda ajratadigan qo'g'irchoq deb o'ylamanglar. Bu gap uning labida tug'ilib, ichiga qaytib, yana tug'ilib, nihoyat oshkora aytildi. Onasi va otasi bu so'zlarni eshitganda bir zum sukut saqladi. Chunki ular hech qachon o'g'illaridan bunday keskinlikni kutmagandi. Keling, endi Sevaraning ota uyiga kiraylik. U eshikni ochgan zahoti onasi uning yuziga qaradi va hech so'z demasdan uni quchoqladi. Ona qizi nimani boshidan kechirayotganini so'rashga hojat topmadi. Chunki uning o'zi ham bir vaqtlar aynan shu yo'lni bosib o'tgan edi. U yig'ladi, lekin baland emas, indamay. Sevara esa onasining quchog'ida nihoyat xavfsizlikni his qildi. Otasi esa bir burchakda turib, tishini qisib, qo'llarini silkitar edi. U erkak edi. U kuyovining va'dasini esladi. Qizingizni hech qachon xafa qilmayman. Va endi o'sha va'da havoda uchib yurgan bir yaproqdek qadrsiz bo'lib qolgandi. U nihoyat gapirdi. Qizim hech qayerga bormaydi. Bu uy uning uyi. Bu gap oddiy tasalli emas. Bu gap urush e'lon edi. Chunki u endi o'z qadrini biladigan ota sifatida boshqa erkakka qarshi turishga qaror qilgan edi. Sevaraning onasi qizini yotqizib, boshiga qo'l qo'ydi. U aytdi: "Kambag'allikni ko'tarish mumkin qizim, ammo haqoratni ko'tarish qiyin." Sevara bu so'zlarni eshitgach, yuzini yostiqqa bosib yig'ladi. Chunki onasi aynan uning ichida yillar davomida yashirinib yurgan og'riqni so'zga aylantirgan edi. U boylik uchun kurashmagan. U kiyim-kechak, uy-ro'zg'or yoki mashina uchun ketmagan. U o'zini bir inson sifatida oyoq osti qildirmaslik uchun, o'z qadrini saqlab qolish uchun kurashgan edi. Agar bu yo'lda u yolg'iz qolishi kerak bo'lsa ham, u yolg'iz qolishga tayyor edi. Onasi esa uning bu qarorini qo'llab-quvvatladi. Chunki onam bir vaqtlar qaynonasiga gap qaytarib, xuddi Sevara kabi ota uyiga qaytgan ayol edi. U o'sha kunlarni juda yaxshi eslardi va u bilardi. Agar qiz o'z qadrini bilmasa, dunyodagi hech kim uning qadrini bilmaydi. Shu bilan birga serialning ikkinchi muhim chizig'i Zulfiya va Zarina atrofidagi voqealar ham asta-sekin qizib borardi. Zarina bir vaqtlar tuhmat ostida qolgan, pul masalasida haqoratlangan, qadri yerga urilgan qiz edi.
Endi esa u o'z mehnati bilan bir joyga kelgan edi. U ishga kirgan, yuqori maosh olgan, o'qishda yutuqlarga erishgan edi va aynan shu paytda otasi kechirim so'rab keldi. Otasining kelishi hamma uchun kutilmagan edi. U eshikdan kirganida Zarina uning ko'ziga tik qaradi, lekin hech narsa demadi. Otasi uzr so'radi, lekin Zarina kechirmadi. Uning ichida yillar davomida to'plangan og'riq bor edi. Bir kechirim bilan o'sha og'riq yuvilib ketadigan narsa emas edi. U otasiga aytdi: "Meni tuhmat qilganlar oldida siz meng." Endi pul va uy masalasiga kelaylik. Qaynota bilan kuyov o'rtasida bir suhbat bo'ldi. Tashqaridan qaraganda mehr va qayg'u haqida gap ketayotgandek edi. Aslida esa bu yerda sof kuch sinovi bor edi. Qaynota kuyovga pul berdi, lekin bu pulning evaziga u minnat ham kutardi. U kuyovning ishlariga aralashmoqchi, uning qarorlariga ta'sir qilmoqchi edi. Kuyov esa bu bosimni sezib, nihoyat bir nuqtada turib oldi. U dedi: "Foydani olib kelib beraman, lekin ishimga aralashmang." Shu payt xonadagi havo keskin o'zgardi. Qaynotaning yuzi qizarib, lablari titradi. U bunga o'rganmagan edi. U hech qachon o'z so'zidan chiqilishiga yo'l qo'ymagan edi. Ammo kuyov endi avvalgi kuyov emas edi. U ham o'ziga ishonch topib kelgan, ham o'z qarorlarining og'irligini his qilayotgan edi. Bu esa oldinda katta portlash bo'lishidan darak berardi. Agar qaynota qolgan pulni qaytarib olmoqchi bo'lsa, kuyov buni tahdid sifatida qabul qilishi va o'z uyini, o'z biznesini, o'z hayotini himoya qilishga kirishishi mumkin edi. Yana bir juda nozik, lekin juda muhim detal: homiladorlik haqidagi ishora. Serial davomida bir marta shunchaki tashlab ketilgan gap edi. Lekin bunday seriallarda hech qachon bunday jumla bejiz aytilmaydi. Sevara o'zini yomon his qilgan edi. Biror narsa uning ichida o'zgarayotgan edi. U bu haqda hech kimga gapirmadi, hatto onasiga ham. Lekin tomoshabin sifatida biz bilamiz. Agar u haqiqatdan ham homilador bo'lsa, unda hamma hisob-kitoblar bir zumda o'zgaradi. Qaynota va qaynona o'sha zahoti qizni qaytarishga jon jahdi bilan tushadi. Farhod esa ilk bor haqiqiy tanlov oldida qoladi. Onasining yonidami yoki bolasining onasi yonidami? Agar u yana ikkilanadigan bo'lsa, Sevara bu safar hech qachon qaytib kelmasligi mumkin. Chunki u endi nafaqat o'z qadri, balki bolasining kelajagi uchun ham kurashadi. Nazokat, bonu va xizmatkorlar bilan bog'liq chiziq esa ko'pchilik e'tibor bermagan, lekin kelajakda katta fosh bo'lishga olib keladigan qatlam bo'lib turardi. Bu oilada boylik mavqei deb bilinar, pul abadiy narsadek ko'rinar. Xizmatkorlar esa go'yo ko'rinmas odamlardek muomala qilinardi. Bir kuni Bonu birdan yiqilib tushdi va tez yordam chaqirildi. Hamma sarosimaga tushdi, lekin savol tug'iladi. Bu haqiqatdan ham uning ahvoli og'irlashganimi yoki u vaziyatni boshqarish uchun navbatdagi hissiy qurolni ishga solganmi? Chunki undan oldingi kayfiyatda qo'rquv bor edi. Uning ko'zlarida endi bu safar meni siqib qo'yishi mumkin degan xavotir sezilgan edi. Demak, bu hushdan ketish faqat tibbiy holat bo'lmasligi ham mumkin. Agar shunday bo'lsa, keyingi qismlarda bu ayolning asl niyati ochilishi ehtimoli juda kuchli. Agar holat rostdan ham og'ir bo'lsa, aynan shu kasallik uy ichidagi yashirin sirlarni yuzaga chiqaradigan burilishga aylanadi. Bu qismning eng katta haqiqati shuki, bu yerda hech kim to'liq begunoh emas. Qaynona zulm qilgan, lekin uning ichida ham eski yaralar bor. Farhod sust va ikkilamchi, lekin u ham bosim ostida ulg'aygan. Sevara qattiq va prinsipial turibdi, lekin uning ham og'rig'i g'urur bilan aralashib ketgan. Ota-onalar qizini himoya qilyapti, lekin shu himoya ortidan yarashuv eshiklari sekin yopilmoqda. Aynan shuning uchun oldinda juda keskin to'qnashuv turibdi. Endi Sevarani shunchaki olib ketishga borishadi.